Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men yana uzoq tanaffusdan keyin ko'rishtirman. Bugun obloshkasida ko'rganinglardek, bugun juda tarixiy desak bo'lar. Tarixiy joyga boraman. 1 soatdan beri ko'chada yuraman menimcha. Endi men bu anonga perkosiga keldim. Bundan chakka ketib, keyin yetib borishimiz kerak. Asli bo'shib boraman. Ozgina charchadim. Bunaqa tor ko'chalarga kirib oldik, endi yana 400-500 metrdan keyin uylarga yetib qolar ekanmiz. Mana shunaqa mahallalarda, mana shunaqa joylarda yashaganda adashmasam. Yo'nalishning oxirigacha O'tirgan endi yetib keldik. Hozir ichkarilarning hammasini ko'rsatib beraman. Abdulla Qodiriy uy muzeyi ichkarilarni ko'rsatamiz. Kirganda mana chap tarafda kutubxonasi bor ekan. O'ng tarafda ham bilmayman nimadirlar. Ko'rishlar mumkin mana. Zo'r joylar ekan. Chekish mumkin emas. Bitta o'tirib nimalar qilingan. Endi bu yoqqa men sizlarga bunaqasiga ko'rsataman. Iloji boricha faqat men bunaqasiga ko'rsatishga harakat qilaman. Ichkarida tinch. Hech kim ko'rmayapti, hech kim yo'q balkim. Hozir bularni ham o'tib ko'rsatamiz ekan. Tarafida уже kutubxona tam bir nimalar. Bunday tarafdan aylanib ko'rish kerak qaranglar. Bu yo'lga o'tish mumkin emas, lekin ot arava menimcha bu. Balonlarni qaranglar, kattaligini buni. Endi to'g'risini aytsam, men bilmayman bulardan haqiqatan foydalanganmi yoki qaytadan yasab qo'yishganmi, lekin chiroyli ekan. Takoy sandiqlar. Yo'qlarni endi sekin ko'rsak. Uzum tokbaklar haqiqiy mana o'zbekni uyiga mana o'xshagan. Ko'rishlar mumkin. Yo'qda. Kran bilan hojatxona darvozalarini qaranglar. Bu darvoza hammasi. Menimcha bu eshik. Shu darajada katta bo'lgan bu. Bu uni bu yog'ida o'sha. Jahon adabiyot uslubidan jihatdan farq qiladigan 5 ta yo'nalish maktab sayqallanib ko'zga tashlanib turadi. Ular ingliz, fransuz, nemis, rus va hind romanchilik o'zida o'qib olasizlar. Qaranglar. Boyaga ana ot aravani bo'lishligi mumkin. Bundan oldingi nimalari? Balonlari. Turibdi ko'r. Ochib ko'ramiz, agar ochiq bo'lsa, yo'q yopiq ekan. Takoy kreslolar. O'sha paytdagi. Mana bularda yoki o'tin chopilgan, yoki bilmadim nima qilingan. Qo'zalar. Bu bilmaydiganlar uchun avval nima sigir sog'ilib, mana ko'rsam sizlarga. Bunda mana sariyog' qilingan. Yoki ayron qilishga mana shulardan foydalanishgan. Videoni uzmasdan ketaman, endi qiziq bo'pti menimcha. Takoy tutlab pishgan ekan bu yerda. Bizada ham pishgan. Lekin men to'g'risini aytsam, hali beri tutlardan unaqa to'yib yeganim yo'q.
Kaptarlar даже biza tarafda ham bor. Kaptarlar. Qayerda ona ko'kulayotgan narsa. Bu taraf menimcha ochiq. Kirsa bo'ladimi yo'qmi lekin bilmayman. Mana bu yoqda o'sha menimcha kirib bo'lmaydi. Da, kirib bo'lmaydigan bu yoq o'sha. Yana такой eshiklar. O'tirib endi maza qilib dam olsa bo'ladi. To'g'risini aytganda oyoq charchab ketdi o'zi. Qo'lim ko'rinib qotdi. Shunchani shtativim ulab olsam yaxshi bo'lardi. Hozir ulab olaman, keyin ko'rsaman. Yana endi shtativimni ulab oldim. Qo'lim sizlarga ko'rinmaydi. Qalay ekan. Kelib ko'rsanglar bo'ladi, juda ham zo'r bo'lgan. Naqshlarni chizilgan. Bu narsa nimaligini to'g'risi bilmayman. Lekin ko'zlari aniq. Katta ko'zi. Turadigan такой stollar. Bu yoqda o'sha boshqa narsalar bor. U yog'iga hali o'tib ko'ramiz. Bu yoqni birinchi ko'rsamiz. Mana pishkomlar. Uzumlar pishyapti mana. Balkim sizlar uzum pish paytiga kelarsizlar. Mana shu uyni egasi mana o'zi. Mana o'tirib bitta rasmga tushiradigan joyi. Lekin hali emas. Agar saytga kirib ko'rsanglar ham ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa rasmlari bor. Tak mana bu uylari hammasi. Buni ichiga kirib bo'ladimi yo'qmi, unisini bilmayman. Balkim bo'lar. Mana o'tgan bo'lsam, buni iloji yo'q ekan. Ichkarishligi ko'rinmaydi. Ha, ko'rinar ekan mana. Bu xuddi o'sha saytlarda rasmlarni ko'rgan joylar. Bular ichkarini rasmga olishgan rasmlarni men ko'rganman. Agar ochiq bo'lganda kirib ko'rardik. Bu tepasiga ham chiqish mumkin emas ekan, menimcha mana yopib qo'yishgan. Lekin chiqishga bir harakat qilib ko'ramiz. Menimcha mumkin. Taraflari yopib tashalgan mana, lekin o'zini uyi takoy tepa tarafdan yaxshi ko'r. Menimcha chiqib olib, menimcha kitob o'qigan. Bu kreslo, bu ana stollar, конечно, avval bo'lmagan. Lekin menimcha bu nima? So'ratsi bo'lsa kerak menimcha. Shunaqa joylar. Tepadan ko'rinishi hozir pastgacha bu, nariroqlarni bor ko'rsaman. Ko'rib turgan yerda ashta keldik. Hozir hammasini sizlarga ko'rsataman. Qisqarli joy rostdan ham kelib ko'rsanglar bo'ladi. O'zinglarni agar qiziqishinglar bo'lsa, yoki shu uyga qiziqadigan bo'lsanglar, bemalol kelib ko'rishinglar mumkin. Rostdan ham chiroyli joylar ekan mana. Mana keldim shu yerda. Chiqirilayotgan narsani aytsanglar, mana oyoq kiyim. Chiqirilyapti. Nimaligini bilmayman. Takoy. Olmalar pishyapti. O'rtada pomidorlar bor ekan. Bu yerda hammasida shu yozuvchilarni, Abdulla Qodiriylarni menimcha bir yaxshi yozilgan gaplari, asarlardan parchalar bo'lsa kerak. Hatto bularni inglizchaga o'qirib qo'yishgan mana. Readers of life during the period depicted in this
Banklar ba'zilari ko'chib ketgan ekan. Bitta bexalab ishyapti. Hamma mevadan bor ekan, to'g'risi. Ichkariga kirishi nimaga imkoni yo'qligini men tushunmadim. Lekin balkim bozorga yo'q ekan mana. Uyi ham rosa katta bo'lgan ekanda, hozir masalan bir 500 ming dollardan qimmatda masalan qog'ozda uylar to'g'risini aytganda. U foydani arzonchilik davr bo'lgan bo'lsa. Yana bitta yo'qoshdan yasalgan sandiq. Uy, telefon aylanib ketyapti. Mana birgina qarasa nimaligini bilmayman, lekin to'g'risi. Bu ikkinchisi. Yo'qda hech nima yo'q, bo'lyapti. Bu narsa nima ekan? Yo'qdan salam mana poyega sariyog' pishadigan narsa. Yo, telefonim aylanib ketyapti. Ishlatishni yaxshilab qotira oling. Bo'lgan chiqotdi. Parvarlanib ketyapti qara. Yo'qlarni yopiq mana. Bu narsa nimaga? Bu, короче, maqladigan. Mana bu narsasini bilib qoldim. Yerda nima oladi-ku? Biror nima ekmoqchi bo'lsa, agat olish kerak. Mana shu narsa kerak bo'ladi. Bu yoqda o'tinlar bo'yapti lekin. Bu yoq уже qayta rekonstruksiya qilinganning keyingi narsalar. Hammasi o'tinlar ekan bu yoqda. Mana bu yoqda ham o'tinlar, eshiklar, stol. Men nima desa bo'ladi? Даже не знаю. Shunaqa narsalar, o'choqlar. Bular endi qayta rekonstruksiya bo'lib, qaytadan qurib, yana bir nimalar qilingan. Albatta tentek qo'ydi-ku. Avvalgi davrlarda non yopilgan non chiqqan. Bu hozir ham foydalanadi bu narsadan. Sizlar sotib oladigan nonlar ham mana shunaqa tandirlardan chiqariladi. Tako'yamda o'tirib keldik uni ko'ruvchi mana shu o'tlar. Yaxshi ko'rinimi yo'qmi bilmayman to'g'risi. Shunaqa joylar ekan. Bundan keyin Hassi imomga boramiz. Mana ko'rib turganinglardek. Bu yo'llar xuluf. Yo'llarda hech nima yo'q. Zo'r joylar ekan mana bu. Majnun tol. Bu yerda yana olcha, uzun va oq atirgul. Yili olib berardim, hech kim yo'qda. Короче, tam shunaqa narsalar. Tepaga chiqish imkoni bor ekan, tepaga ham chiqib boramiz. Mana bu yog'i ham yopiq ekan. Afsuski, nimaga men kelganimda hamma narsa yopiq? Tushunmadim. Buni ochganim bilan ichkari bari qulf menimcha. Va ochishga harakat qilib boramiz. Sizlarga ko'rsatishim kerak-ku, bari o'zim ko'rishim kerak-ku. Sim bilan o'rab qo'yilgan mana. Mana bu yoq qulf. Ichkaridan vasliga ko'rinyaptimi? Mana bir bola qilib ko'rsaman. Shunaqa joylar. Sizga buni qayta qulflab keta olmayman. Ko'rib turganingizdek mana shunaqa joylar ekan. Naryoqda kutubxonasi bor. U kutubxonani ham hozir ko'rsataman sizlarga. Kutubxonada menimcha o'sha Abdulla Qodiriyning o'zi yozgan kitoblaridan ko'pchiligi bo'lsa kerak. Bu yo'qlarni ko'rsatdim, bu yo'qlarni ham ko'rsatdim. Endi kutubxonaga ketdim. To'g'risini aytadigan bo'lsam, men Abdulla Qodiriyni
bironta ham kitobni o'qimaganman, balkim men hali beri bu odamlarning kitoblariga qiziqmaganman, lekin ko'pchilik aytish bo'yicha ko'p joydan nimalar ko'rdim. Kumush va bir nima aralashgan asar bor. O'tgan kunlar adashmasam, xuddi o'sha asarni juda ko'p odam maqtadi, shuni o'qib ko'rmoqchiman. Kumushni o'ldirmasa nima bo'lardi? O'ldirmasa kitob bunaqa darajada zo'r chiqmasdi. Ham toza gaplarni eshitdim. Shundan keyin o'qiyim deb qoldim. Endi o'qimoqchiman shu kitobni. Undan oldin mana shunaqa o'zini uyiga kelib ko'ramiz. Tarixiy juda ham bir qiziq joylar. Boyagi joy. Ko'rib turganingdek. Mana o'zi. Qo'lida kitobi bilan. Bularni bir ko'rsatdim sizlarga. O'nta ham qushlar bor ekan. Ko'rayotgan bo'lsa kerak mana qushlar. Qisqasi shunaqa. Birinchi ikkinchi baqa foydama zakarim. Ota boyi. Shu marvardan Toshkentga yusuf hozirning hovuzga shu arada kelishgan edi. Ha, nima ekan? Shu arada kelishgan. In the spring of 1852, Mother Clear, the boy from Shibi, came from Marwan to Tashkent to Yusuf Haji's house in this sort of car. Salam. Yig'lasa tashqari chiqib nima kutding derkan. Olib keldingiz ekanligi. Hamma eski tarixiy kitoblar bor. Buni mana o'zinglar ham ko'rsanglar bo'ladi. Hammasi eski kitoblar. Mana bu polni mana eski kitob qaranglar. Masha zo'r. Birontasini olib ko'rishingiz mumkin. O'qiy olmayapman ham to'g'risi. Mana bu yozuvdi. Boris Sandler. Sal boshqacha shrift yozilgan ekan. Shuni o'qiyman. Yo'q, mana hammasi eski kitoblar. Oho. Bu yo'q, o'sha boshqa narsa. Qo'shilgan mumkin. Hozirgi zamonaviy O'zbekiston. Nariyo tarafdagi eski kitoblar shu Qodiriylarning kitoblarimi? Yo'q, bu Qodiriylarga aloqasi yo'q bu xonani. Eskiligiga ularnikimi deb o'ylaman. Orqadagi men bilan aytotdim. Ichkaridagi ba'zi joylar yopiq ekanda, ularni Yo'q, ularning kitoblari yo'q qo'yilmagan hech narsa. yo'q, kitob emas. Bir ikkita joylar yopiq ekanda. Unda aniq to'g'rida ko'rib so'rashingiz kerak. Sizlar so'ramoqchimisiz? Olma. So'raymiz, biroz. Yo'q, nima? Voy, so'rash kerak. Ana to'g'rida Madina o'tiribdi. So'rang. Assalomu alaykum. Ichkaridagi ba'zi joylar yopiq ekanda, uni ochish iloji bormi? Qaysi joyda? Kimsiz o'rda to'xtatdi? Oddiy odamman. Tomosha qilishga keldim men. Muzeyni aylanishga. Hozir Va administratsiyadagi to'lashga.
Mana o'tish mumkinmi? Yo'q, o'tmasdan shu tomon. Ha. Mana. Bu o'zi oddiy kunda ochiq turmaydimi? Qaysi? Shu ochiq turmaydimi buni? Shunda ochib turmaydi, biz ochib beramiz. Ochish mumkin emas, ta'sir etish mumkin emas. Bu ana xonasi bo'ladi. Abduqodirning oldidagi mehmonlar shu xonada o'tirishgan, suhbat va kechalar o'tkazishgan. Jadidchilar ham bo'lgan, rus yozuvchilar ham bu xonada bo'lishgan. Narigi taraflarda uylar bo'lganmi avval yo'qmi? Mana bu taraflarda. Yokida faqat bitta uyi saqlab qolishgan, uy oldida ham bo'lgan endi. Bu o'zi 5 gektarmi? 3dan 1 qismida bu ko'rib turgan hovlingiz, undan oldin bundan o'zlarining davrlarida bundan katta bo'lgan, xoyini bagashgandan davlat tarafidan topshirgan. Faqat shu qismi qolgan. shashlarni ham ko'rsatadi. Agar sizlarga eshitilgan bo'lsa, bu taraflarda ham avval uylar bo'lgan bo'lishligi mumkin. Bu atiga 3dan 1 qismi ekan. Ya'ni bu yoqdagi bitta uy va bu yoqdagi bitta uy dedi. Bu yoqda shu mehmonlar kelgan bo'lsa, shularni kutib olib, shu yerda suhbatlar qilingan, balkim kitoblar ham shu yerda yozilgan. Ichkarida ko'rgan bo'lsanglar, bittasi narigi tarafda bitta kiyim bor, bu tarafda bitta kiyim bor. Yozuvchi o'sha yozgan asardagi bitta bola bilan, adashmasam qiz ismi Kumush bo'ladi. O'shaning balkim kiyimlardir bular. Mana bu taraflarda boya aytganlaridek uylar bo'lgan bo'lishligi mumkin. Bu 5 gektarga yaqin joy bo'lgan ekan aslida. Undan keyin davlat tarafidan olib qo'yilgan. Keyin bu yoqlari o'zi shu uylarga aylantirib qo'yilgan, tarixiy joy qilinib. Mana yana o'sha boyagi joyga qaytib keldik. Ularni hozir ochib bersa ko'rsatamiz. Onalarni xonasi, Josep Bebining xonalari. Onalar asma kasali bilan kasal bo'lganlar uchun o'rtadan eshik qoldirishgan, tez-tez xabar olib turishgan. Kichkina ekan-da eshik ekan. Kichkina bo'lgani past qo'ygan sababi onani oldiga egilib ta'zimda kirishgan. Tarafini naryoq qilsa bo'ladi. Boyagi eshik mana bu tarafdan edi. Bu yerda o'zligi o'tirishgan, Abduqodirning menimcha. Shu rasm shu xonada olingan. Mana bu rasm. Abduqodirning o'zlari, onalari, ayollari, farzandlari. Mana bu ayol menimcha o'zlari, shu oilari. Yo'q, bu ayollari. Abduqodirning ayollari. Bu kiyimlari, bu trimoma ishkob, ayollarning sepida kelgan. Shu paytda ham sep qo'yilgan. Bu mustamlinlarda keyin kastim shunlari. Boya aytib o'tilgandek, mana bu tarafdan oilalarning oldiga kirib, kasal bo'lganliklari uchun eshik ochib qo'yilgan. Kirib chiqib yurishgan. Bu yoqda mana o'zlarining xonasi bo'lsa kerak. Shu yerda. Bu turgan xonalari, aynan o'tgan kunlarda shu xonada yozgandim. Yotoqxonalari. Shu kelib o'tirgan stullari. Mana bu avvalgi davrda yozilgan. Yoziladigan mashina. Avlodlarga tegishli. Bu tarafdachi. Bu ayollarning xonasi bo'lgan. O'sha paytda ayollar ko'chada ishlashmagan, davlat ishida ishlashmagan. Uyda bichib tikuv ishlarini qilishgan. Shu zinger mashinada tikib o'tirganlar. Ana qutida nina ib shunaqa narsada turgan. Ko'rganlar-dek. Hammasi eskilikcha saqlab qolishga harakat qilingan. Bu taraflarda ana uylari bor degandingiz. Bu taraflarda nimalar bo'lganligi noma'lum. O'sha paytda
bu dala qo'li bo'lgan, dalalar bo'lgan yo'q taraflarda. Bog' ishi bilan shug'ullanganlar. Keyin muzey 2009-yilda muzey qilganlar, daraxtlar kesilgan. Bog'dan unumli asar qilmagan edi, chimlar ekilgan edi. Keyin Chimnon Xonda Muqoddiriy muzey rahbari qo'ptashab, mana mevali daraxtlar ekdilar, sho'rlar qildilar o'z qo'llari bilan. Har xil turdagi uzumlar, har xil sortdagi anaqalar mevalar ekildi. Mana bu masalan qurilgan yoki tekilganlar mayli-ku, lekin mana bu qurilgan narsalar ko'pchiligi qaytadan qurilganda, to'g'rimi? Asli o'zining davrida ancha boshqacha bo'lgan. Eshitayotganinglardek. Bu taraflarda dalalar bo'lgan, o'zlari bog'bonchilik va hokazo ishlar bilan shug'ullangan ekan. Bu yoqda o'zi mana shu yashab ijod qilgan bu yoqdagi uyi, bu yoqda oyisi, ayoli bilan turgan uylari tepada. Shu boy aytib o'tganlardek, ayollar tikuv bichuv ishlari bilan shug'ullangan. Eranishda kitoblarni yozgan. Ko'rib turganingizdek, bular hammasi rekonstruksiya qilingan. Aslida bu yerda bunaqa narsalar bo'lmagan bo'lishi mumkin. Mana o'zi kelganinglarda birinchilarni kutib oladigan narsa mana bu yozuv hammasini 2019-yil qaytadan barpo etilgan. Ichkarida ham sizlarga aytib berdi. Bu juda ham katta joylar bo'lgan aslida. Mana bu taraflarda ham ularni yerlari bo'lgan. 5 gektarga yaqin joylar bo'lgan deyishdi. Bu taraflar hammasi mana bu taraflar qaytadan sotib olingan. Undan keyin avlodlari yashagan. Mana bu tarafda mana bu mamtlarga kirish imkoni bo'lmadi. Ular qulub ichida hech nima ham yo'q ekan. Lekin aslida mana bu taraflarda yoki mana bu taraflarda hammasida uylar bo'lgan. Mana bu taraflarda o'zlari dehqonchilik va hokazo narsalar bilan shug'ullangan. Ichkarida ham daraxtlarni ko'rdinglar. Bu daraxtlar ham hammasi o'sha paytda ham shunaqa daraxtlar bo'lgan. Ularni qayta rekonstruksiya qilgan, qaytadan ekishgan, boshqa qilgan 2019-yilda deb yozib qo'yibdi-da. Mana shu ma'lumotlarga asoslanib hammasi aytaman. Ichkarida boyaga opacha aytgan narsalari bo'yicha hammasi aytildi. Ko'rib turibsizlar. Kelib bemalol ham ko'rishlar mumkin. Agar u kim qiziqsa, rostdan ham qiziqarli tarixiy joylar. Boya ichkarida aytib o'tgandek, bu yoqda Qo'qon Marg'ilondan kelgan arava bor. U yoqda nima bor? Ayollar tikuv bichuv ishlarini o'shda shug'ullangan, oilarini kasal bo'lib qolganliklari uchun o'rtada eshiklar ochilgan, hammasi mana shu yerda bemalol kelib ko'rishinglar mumkin. Если что, bitta marojnoye yeb keturasizlar. Qisqasi mana shunaqa Abdulla Qodiriyning uyi mana shu saqlab qolingani 2019-yilda qayta rekonstruksiya qilingani mana shu bo'ladi. Sizlarga ham qiziq bilaman, tarixga qiziqadigan yoki ayni mana shu yozuvchi odamni hayoti sizlarga qiziq bo'lsa, yashagan uylari qanaqaligi qiziq bo'lsa, bemalol kelib ko'rishinglar mumkin. Endi biz Xasti imomga ketamiz. Ketdi bo'lmasa. Men bu tepa yo'ldan keldim. Pastga qarab. Sizlarga men lokatsiyani tushuntiraman. Bu Samarqand darvozadan bu yoqqa qarab kelish. Drujbadan kelsanglar, ozgina uzoq bo'lib ketishi mumkin. Novzadan kelsanglar ham avtobusda kelishlik, marshrutkada kelishlik mumkin. Lekin yayov kelmoqchi bo'lsanglar 1-1,5 kilometr atrofida uzoqlik. Men bu Milliy bog' metrodan kelsanglar bu yoqqa qarab ancha yaqin. Men o'zim Novza metrodan chiqib qo'yman, marshrutgani kutdim, ancha kutib qoldim, kelmadi. Shu sababdan o'zim yayov keldim, tam lokatsiyalarni yoqib, zo'rg'a topib keldim. Bu yerga mana bitta boshqa tanishim kelgan. U kelgandan keyin videolarni, rasmlarni tashlagandim. Men ham ko'rib ozgina qiziqdim. Yaqinda ham aytganimdek, boyaga kitoblar haqida ozgina eshitib qoldim. Shu sababdan u kitoblarga qiziqib, shu odamning o'ziga ham ozgina qiziqdim. Shu sababdan kelib ko'rdim, menga yoqdi. Agar sizlarga ham qiziq bo'lsa, bemalol kelib ko'rishinglar mumkin. Lokatsiyani ham tushuntirdim, uylarni ham ko'rsatdim. Aytganimdek, endi Xasti imomga ketdim. Ko'rib turganingizdek, mana bu taraf hammasi rekonstruksiya bo'lib, qaytadan buzib, qaytadan qurilyapti. Ish qilib ham masjid ham qurilib buzilmayotgan bo'lsa. Mana chang-pang bo'lib yotgan loy emas, endi chang ko'chiradi. Yurolma. Sizlarga ko'rsatib qo'yganim uchun endi boraman. Menimcha o't buzilmayapti. Qaytadan qurilmayapti menimcha. Borganda ko'rsataman endi qolganini. Ko'rib turganingizdek, mana bunaqa buzib qaytadan qurilib yotibdi-yu. Mana bu
Menimcha bu yerdan o'tib bo'lmaydi hozir. Men to'g'ridan borgan bilan ham naryoqlar ham buzilib yotibdi. Ko'rib turganingizdek, mana shunaqa ahvol bo'lib qolmasak ko'rsatmoqchi edim aslida, lekin hozircha menimcha ko'rishga iloji yo'q. Lekin keyingi safar aniqday ko'rsaman. Shu bilan hozirgi videomiz tugadi. Videoga like bosinglar. Mana sizlar videoni ko'rsanglar, biron pul evaziga ko'rmaysizlar-da. Mana shu tasavvur qiling, pulni videoga like bosib, obuna bo'lib qo'ysanglar, kommentariyaga kirib o'zingizlarning fikrlaringizni bildirib qolsanglar xursand bo'lardim. Hozircha shu, keyingi safar iloji bo'lishi bilan ko'rsataman bunaqa joylarni. Hozir buni iloji yo'q, mana bular hammasi buzilib yotibdi-da. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, like bosib, kommentariya yozib, podpiskani qo'yinglar.